Salomatlik mavzusida davom etamiz. Andijonda start olgan salomatlik marafon doirasida qator tadbirlar o'tkazilmoqda. Tibbiy ko'riklar natijasida aniqlangan kasalliklar bo'yicha tezkor davo choralari qo'llanilib, profilaktik ishlar olib borilmoqda. Andijon shahridagi birinchi oilaviy poliklinikada ham salomatlik marafoni qamrovidagi ko'riklar o'tkazildi. Aholini sog'lom turmush tarziga jalb etish orqali kasalliklarni oldini olish choralari ko'rilmoqda. Muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. O'zbekiston Respublikasi administratsiyasining topshirig'iga asosan Respublika Sog'liqni saqlash vazirligining buyruqlari asosida Andijon viloyatida ham start olgan salomatlik marafoni ayni kunlarda davom etmoqda. Uning doirasida hududlarda hozirgi paytda Andijon shahrida va Paxtobod tumanlarida tibbiy ko'riklar start olgan. Mana shu tibbiy ko'riklar yil davomida har bir shahar tumanlarida o'tkazilishi davomiy bo'ladi va 11 fevral kungi holatdagi raqamlar bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, aynan marafon doirasida Andijon shahridagi bitta markaziy poliklinika va 9 ta oilaviy poliklinikalarda profilaktik tibbiy ko'riklar ko'rsatildi. Buning natijasida 287.912 nafar aholi o'zlarining salomatliklari haqida xabardor bo'ldilar. 25.049 nafar aholi esa ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam, qo'shimcha tekshiruvlardan o'tkazilish uchun ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarga va markazlarga yo'naltirildi. Shuningdek, har bir shifokorlar aniqlangan kasalliklar bo'yicha jiddiy yondashuvga kirishgan. Respublika ilmiy amaliy markazlaridan professorlar, dotsentlar, qolaversa malakali shifokorlar Andijon viloyatida bo'lib turishibdi. Ular ham aniqlangan kasalliklar bo'yicha davolash ishlarini olib borishmoqda va eng muhimi, murakkab jarrohlik amaliyotlari ham aynan Andijon viloyatidagi markaziy shifoxonalarda bo'lib o'tyapti. Birinchi oilaviy poliklinikada tashkil etilayotgan tibbiy ko'riklar sog'lig'ini birinchi galga qo'yadiganlar uchun yana bir sergaklik. Aksincha bo'lganlarga esa salomatlikka alohida g'amxo'rlik kerak ekanini eslatdi. Bepul tibbiy ko'riklarda terapevt, kardiolog, endokrinolog, nervpatolog va boshqa mutaxassislar tomonidan qabullar o'tkazilyapti. Jarayonda qon bosimi, qand miqdori, tana vazni indeksi kabi asosiy ko'rsatkichlar ham tekshirilmoqda. Shuningdek, kasalliklarga erta tashxis qo'yish maqsadida 2 dan 10 yoshli bolalargacha gelmintozga, 3 dan 18 yoshlilarda esa ontogematologik kasalliklarga, yurak qon tomir xastaliklari, qandli diabet, sil kasalligi va ko'krak bezi saratoni, bachadon bo'yni saratonini barvaqt aniqlash maqsadida boshqa yosh toifalarida zamonaviy uskunalar yordamida skrininglar o'tkazildi. Xavf guruhiga kiruvchilar alohida nazoratga olindi. Ular marafon doirasida viloyatimizda ish olib borayotgan Respublika ilmiy amaliy markazlaridan kelgan professorlar qabuliga yo'naltirilmoqda. Birinchi oila poliklinika hududiga 16 ta mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 82.338 nafar aholi biriktirilgan. Biz salomatlik marafoni kunlarida shu hududimizdagi aholini 2, 10 yosh, 3, 18 yosh va 40 yoshdan yuqori bo'lgan surunkali bemorlar, bundan tashqari sil kasalligi chalinuvchi xavf guruhidagi bemorlarni salomatlik marafoni boshlanishidan oldin reja qilib olganmiz. Aholimizni rejaga asosan to'liq skrin tekshiruvlarga jalb etyapmiz. Yana bugun eng aholimiz uchun kerakli bo'lgan narsa bu salomatlik marafonida respublika miqyosida mutaxassislar ham kelib, bugun ertalabdan boshlab shahar ko'p tarmoqli tibbiyot markazimizni, markaziy poliklinikamizda tor sohadagi mutaxassislar, travmatologlar, urologlar, xirurglar, oftalmologlar kelib, yuqori texnologiyaga muhtoj bo'lgan bemorlarimizga maslahatlarini berib, kerakli ravishda ularga qayerda, qaysi yo'nalishda davolanish rejalarini aniq belgilab berdi. Avvalo, har bir shaxs o'z salomatligiga posbon ekanini unutmasligi kerak. Faqatgina shunday tadbirlar doirasida emas, doimiy ravishda ko'riklardan o'tish, sog'lom turmushni hayot qoidasiga aylantirish, uzoq umr ko'rishning garovi ekanligini unutmasligimiz kerak. Men mana shu hududga kelin bo'lib tushganman. Birinchi oilaviy poliklinikaga qaraymiz. Sharoitlar juda ham yaxshi. O'zimning sog'ligim bo'yicha xo'jayinim, farzandlarim hammamiz mana shu poliklinikaga chiqib, o'zimizning sog'ligimiz bo'yicha tezda tekshiruvlardan o'tib turamiz. Xizmatlari yaxshimi? Xizmatlar juda ham yaxshi. Unaqa ko'p tirbandliklar yo'q. Hamma xodimlar yaxshi. Nechta farzandingiz bor? Farzandlarim 5 ta.
yaxshi, o'zimiz sog'ligimiz o'zimizga kerak. Albatta, ayol kishi 6 oyda bir tibbiy ko'rikdan o'tib turish kerak deydi. Men albatta bunga rioya qilaman. Ayollarda ko'proq o'zini sog'ligiga e'tibor qaratishini juda ham xohlab qolardim. Mana salomatlik marafoni o'tkazilyapti-da, aynan mana shu salomatlik marafoni doirasida aholi, Andijon viloyatining aholisi tibbiy ko'rikdan o'tkazilyapti. Shu salomatlik marafoni ko'riklariga befarq bo'lmasdan, aholi ham xayrixohlik bildirib, mana shu ko'riklarda faol bo'lishi o'zimiz uchun qanchalik ahamiyatli deb hisoblaysiz? Albatta, bunaqa marafonda birinchi o'rinda bo'lishimiz kerak, ilg'or qatnashishimiz kerak. O'zimizni sog'ligimiz uchun ham aholini tibbiy ko'rikdan o'tishga, mana shu marafonga qatnashishlarini chaqirib qolaman. Andijon shahridagi 9 ta oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli tibbiyot markaziy poliklinikasida 18 turdagi laborator, 29 turdagi instrumental tekshiruvlar safarbar etilgan. Bular yordamida aniq tashxislar qo'yilmoqda. Umuman olganda, salomatlik marafoni Andijonda chinakam umummilliy harakatga aylandi. Salomatlik eng buyuk ne'mat. Uni vaqtida asrashimiz, qadrlashimiz shart. Va yana bir narsani eslatib o'tamiz, aynan mana shunday tibbiy ko'riklarni yil davomida o'tkazilishi kasalliklarni barvaqt aniqlash, qolaversa, ularga tezkorlik bilan davo choralarini ko'rish imkoniyatini oshiradi. Sog'lom hayot uchun barchamiz birlashaylik.